Assalomu alaykum. Mana bu temir eshiklarimizning ustanovka jarayonini ham yakunladik. Kimga mana shunaqa temir eshiklar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga bemalol aloqa chiqsalaringiz hammasini kelishilgan holda nasib qilib o'rnatib beramiz. Ichi NDF, tashqarisi temir. O'rtasida po'ki bor. Zamoklari ham yaxshi zamoklardan qo'yib beramiz. Ochilish, quvanishi hammasi chiroyli. Razmerlar xohlagan razmerlardan bor. Qilib beramiz. Ichkari taraflari mana ekan. Binolar sepib, ankerlarga olib, chiroyli qilib olib o'rnatib beramiz. Kimga mana shunaqa eshiklar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga bemalol aloqa chiqsalaringiz, narxlari kelishilgan holda qilib beramiz. Ustanovkalarni borib o'lchashlari hammasi ichida kelishamiz.